Dolphin 904. Assalomu alaykum agrotexnika uz kanalimiz kuzatib boruvchilar, bizning YouTube tarmog'i kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Dolphin 904 haqida ma'lumot beramiz. Bu traktor kelganiga o'zi 10-15 yildan ortib qolgan, chunki buni ko'p fermerlar ishlatdi, mana sinovdan o'tgan, korobka, motorda hech qanaqangi mo'sida ish bergani yo'q. Bu traktor hamma ish qilyapti. 3 korpusli plug ham, 3 korpusli plug va chisel, press-padbormi, universal traktor hisoblanadi bu. Nima ish bo'lsa hammasini bajaraveradi. Buni porshiniga keladigan bo'lsa, 4 porshonlik bu, topливый nasos. Salarga tanlamaydi birinchi o'rinda. Xo'p, motor qismini ko'rsatamiz. Motor qismida birinchi oldin aytib ketdik, 40 kilogramdan 10 ta tosh joylashgan akkumulyator, radiatori nima? Konditsionerdagi interkuler, yana radiator va bu tomoniga o'tadigan bo'lsak, topливый nasosda narigi tomonda solarka filtr. Solarka filtrda nomeri 0708 bo'ladi. Massinli filtrda 0818 bo'ladi. Bunga motorga nechta yog' ketadi deganlarga, motorga 17 ta yog' ketadi. Bu oldi mostga esa, 6 ta, 7 ta shunaqa atrofida moy ketadi. Bu tomonga o'tadigan bo'lsa, tepada dinam joylashgan, kompressor, enishini bu filtr gidrobokka ketgan mana. Gidrobokka ketgan va kompressorda bu balon razmerini 16.9 ga 34, orqa baloni, oldi baloni 13.6 ga 24. Orqa balonida 80 kilogramdan ikkita tosh joylashgan. Orqa naviskan ko'tarishi 2,5 tonnagacha yuk ko'tara oladi bu. Silindri bor, bosib berish uchun va ikkita shlanga narsa chiqarib qo'ygan. Bu gidrobok отдельный mana. Ko'rishlar mumkin, gidrobok. Orqa kran orqa silindrda uzib qo'shib uzishni vazifasini bajaradi va narigi bu tomondagi korobka filtr. Bu solarka bok, ana tomon ichkarida turgan solarka bok 150 taga yaqin solarka sig'adi. Hop, ichki bartovoy mana. Shesternalar, mana shesternalari mana meniki Vomdiki. Hop, 8 talik bo'ladi bu. 8 talik bo'ladi endi. Hop. Korobkaga nechta moy ketardi? 47 ta. Korobkaga 47 ta moy ketadi. Gidrobokka 25 litr moy ketadi. Hop, buni ichini ochamiz hozir. Ichini ochib, ichiga o'tiramiz. Endi bu kabinasi ham ancha kattagina. Shu bemalol semiz odammi, yoki yo'g'ori odam bemalol chiqib eshikdan bemalol kirib o'tiradi, bemalol kirib. Hop, ruchno joylashgan. 540 ming оборотda Vomdiki bu oldini qo'shib uzishi va bunisi blokrovka, to'rala balonni qo'shish va orqa richak ko'tarib tushirishi va ikkita yana richak shlangaga ketgan. Va skorlari 12 ta skori oldiga, 4 ta orqaga skorlari mavjud. Xo'p, ruchnoy gaz joylashgan, tepa tomonda konditsionerda pechkaniki, konditsionerda boshqarish mumkin emas. Tepada yuk yo'q. Bu traktorda hozir yurgizib ko'ramiz. Qani ovozini o'zlari ishlasin. Bu shum izolyatsiya qilingan, ichiga ancha-muncha shovqin kirmaydi. Qani chiqchi. Nuftani bosilgan holatda yurgiziladi. Ovoz juda unaqa shovqin emas, o'rta holatda. Pasam emas. Dalniga turibdi, dalniga bunni olib o'tdi.
Hurmatli obunachilar, bu traktorning bugungi kunda narxi 321 million so'm turadi. Lizingga hozir agrolizing bugun 4-sanasida bo'ladigan bo'lsa, 4-mart kuni bo'ladigan bo'lsa, 4-martga shartnoma bermayapti. To'xtab turib ketgan ba'zi bir sabablarga ko'ra. Mikrolizing orqali mikrolizingga beraveramiz. Agar zalog qo'yib beradigan bo'lsa 10%, 15% oldindan to'lashsa ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, agar shu ba'zi bir qolib ketgan narsalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldirasizlar. Traktorchilar, misol, bizdan ham ancha ishlatgan odam bizdan ham yaxshi biladi. Kommentariyga yozib qoldiradigan bo'lsa, uni o'sha oladigan odamga ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki misol men ham o'zim ham kommentariyani juda ko'p kuzataman, boshqa videolarda ham kommentariya nimada bu traktor haqida nima fikri bor ekan. Shular qiziqaman o'zim. Shuning uchun kommentariyaga agar bilganlar yozib, kamchiliklar bo'lsa, yozib qoldirib ketsa, yaxshi bo'ladi deb aytamiz. Nomerimiz 99lik 916 3005 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Agar lizing haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, grafikni o'sha nomerga telefon qiling. Grafikini va boshqa ma'lumotlarni tashlab beraman. Nima hujjat kerak bo'ladi, hammasini Telegramga tashlab beraman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.